şunu. Şunu bir tefsirle Yani Allah Allah subhanahu ve teala şu ayet-i kerimede yani Mekke fethi bulaştığın ilgiri yani Müslümanlar aciz Mekke'deki müşriklerin kuruda Müslümanlar aciz vakitte ulanın bir güçlük devleti yok vakitte İslam üçün pul hacligen özünün cennini taqdim qilgan kişiler bilen Mekke fethi bo'lgandan keyin pul hajliganlar cennini taqdim qilganlar barabar emas degan. Nima uchun desa, boshqa hajliganlar ojiz bo'lsa-mu, ya'ni musulmonlar ojiz bo'lsa-mu, xuddi biz Sharq Turkiston xalqining bugungi holiga o'xshash Allohga bo'lgan iymoni, Allohga bo'lgan ishonchisi, bu jihad, bu xizmatni buning natijasini men ko'rayman shu dunyoda yoki ko'rmay Allah'ın razılığı için kılman deplam özünün cenini melini atgan ola. Ulanın imanı aş işini kılışık şu türtkü boğan, heydekçi boğan. Ula Allah'ın mükafatının başka hiç nemini kütmegen. Hiç kanda dünyavi garaz, dünyavi menfaat hiç nesini kütmegen ola. Şuna ula hecliyaligen. Mekke fethi bo'lgandan keyin çoğu desa, musulmonlar kuchlandı. Odatda har qanday kuchliq davlat ya kuchliq millatning ergashkisi bo'ldi. Necha yil musulmonlar qarshi urush qilgan Mekke mushriklari Mekkani olgandan keyin çoğu hammasi degidek musulmon bo'ldi. Hatta Peygamberimiz nurg'un mol-mulkni berib etdi shu Mekkening katvaşlarga. İqtisatını berib etdi. Nima deb zakatning bir asını aldı Allah'ım şu. Vel muallafati qulubuhum deb. Qalbini islomga moyil qilish uchun shu nurg'un odamlarga iqtisod berdi. Demak, nurg'un odam Mekkeliklardan bu Muhammed pulni faqirlikdan qo'rqmay hajlaydi ekan. Ya'ni mani berib etsam iqtisod yanimda tugab ketadi deb qat'iy ansirish yo'q. Bunda hecleydi ekan deb ajna deb ketdi. Yangi musulmon bo'lganlari. Nurg'unlarcha tabi mansabni, o'z obro'yini, xotirjamlikni, jamiyatdagi o'rinni deb nurg'un odam musulmon bo'ldi keyin. Shu boshda masalan Sulhul Hudaybiyadan burun Hicriyanın 8. yıldan burun Müslümanların sanına ait az. Nim için az? Ula hemmi Araplar çok, bula aciz. Bunu Kureyşler çokum boş koymaydı, bulanı yoktudu diyen işence vardı. Şuncuk adam İslam dinine kirmeyen Araplardan. Aciz olsa ne oldu? Lekin Sulhul Hudaybiyani qilish uchun Mekkeliklar bilan robiro turib, o sulhining kelishimlarida nurg'un bunda qarashqa musulmonlarga qarshi, ya'ni musulmonlarningki ziddiga nurg'un moddalari bor kelishimning. Tengsizlik bor. Lekin ashunda bo'lsa-mu, bütün Arablarcha bular Mekkeliklar bilan kelishim tuzdigan bir yerga kelibdi. Demek, bular bundan keyin kuchlandigan alohida bir imtiyozga ega, bir kuchga ega bo'libdi musulmonlar deb bu haqiqatni tunida, buni tunib cho'q desa, ondan 2 yil ichida Mekkani fath qilgan qadar nurg'un odam musulmon bo'lib ketdi. Hijriyaning 7-yili masalan Xaybar urushida Müslümanların sani şunda az olan bolsa bir 2 ming adam mesela 13 adam çıkması gerek. Lekin keyin çoğu Mekke'ni fethi qilganda 10 minglagan adam çoğu Mekke urushiga fethi qilishga bordi. Demak, san ashunda ko'payib ketdi. Kuchlanganligi uchun. Şu bugungi kunda Sharq Turkiston davosidan nurg'un adam qochdi. İqtisad egalari qochdi, jamiyatdagi normal odamlar qochdi, nurg'un iqtidorli olimlar qochdi, nurg'un professor, doktorlar qochdi. Bu ish qat'iy yo'q sabta. Dunyoning har qaysi joylarida ajoyib yetishgan odamlar bor. Her noch yerde ishlaydigan odamlar bor.
Hammamiz qochirdi. Nima uchun desa, o quruq gap bu da'vo, quruq gap bu. Xitoydan biz mumkin emas vatanni mustaqil qilishimiz. Biz shu akan kimni as yengan shu deb canimizni bilib, yüzümüzün halini bilib, aldığımız qarab yaşashimiz kerak. Bu Xitoy bilan yaxshi o'tab, chiroyli yaşashimiz kerak. Deb bu da'voga ishonmaydi. İqtisad egillari, nurg'unlar o'zining iqtisodi qo'qaydi. İlim egillaridan nurg'unlarcha buni ishonmaydi. İşenmey o'zining imtiyozdan, har qaysi davlatlardagi yaxshi maosh olib ishlayotgan yerlardan ayrılıp gelişten ya bir yüzüge xapalık gelişten ensireydi. Şu an bu dava koşalmaydı. Şu an bugünkü günde Şarkı Türkistan davasını Xitay ayna Amerika hazır qanday qilishni bilinmayotgan bir devlet hem de. Yani Xitay bütün Amerika, Avrupa bu Xitayni qanday yo'qtimaz deb bu Xitayning taraqqiyotini qanday qilib to'sab qolamiz deb bijaga kelinmayotgan, nimish qilishni bilinmayotgan, dunyoning beshini ag'irtayotgan bir davlat. Aşında küçük bir devletke Şarkı Türkistan halkının içinden şunun karşı meydanda turup şunun karşı uruş ilan kılıp ben çokum sen bilen tutuşum vakti kelse jenimni atap koydum san karşı deb bir kısım azsandaki Şarkı Türkistanlıkның Uygurlarının çıkışı bu insanların ne kadar şereflik ne kadar imanlık kişiler ekanligining delili bu. Qaysi devlet bugünkü kunda Xitoyga qarshi urush ochaman deya oladi? Hech kim deyolmaydi. Lekin Sharq Turkiston xalqidan shu fursatlam kelsa, men urushiman sen bilan deydigan bir muncha odam bor. Jenimni tikib qo'ydim deydigan odam bor. Shuning uchun ma davani, ma xizmatni bugunkidek mushundaq bütün insonlar Xitoydan qo'rqayotgan bütün insanlar Xitoyninki do'stligiga erishishga tirishchanlik qilayotgan bugünkidek vaziyatda Sharq Turkiston davosini qo'llash, bu sabda o'rin elish bu basharafli ish bu. Buni nayt kuchli iymon, kuchli iroda, dushmanga bo'lgan lavuldab turadigan nafrat qalbida bo'lmasa, bu yo'lda mangdigan odamning odamcha qilolmaydi buni. Bu kurashni qilolmaydi. Shuning uchun bugungi kunda bu da'vo sifati bo'lish, keyin da'vo sifati bo'lgandan yoki urush portlagandan keyin urush qatnashgandan texmi afzal.